Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, aziz obunachilar. Yana bir xonadonimizni sotuvga qo'ydik. Bu joy qayerda desanglar, Yuqori Chirchiq tumani, Saxovat Mefida. Mana ko'rishinglar mumkin, ko'chalarimiz to'liq asfalt. Xonadonimizni bir chekkadan ko'rsatib o'tamiz. Umumiy yer maydoni 6 sotik. Aziz kuzatuvchilar, mana xonadonimiz ishlarini ko'rsatib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Aziz kuzatuvchilar, 6 sotik 6 xonadan iborat bo'lgan. Bir chetdan ko'rsatib o'tamiz. Uy hali to'liq bitmagan. Bu yoqda katta zali. Birinchi xonamiz. Mana bu ikkinchi xonamiz. Kattagina zal. Aziz kuzatuvchilar, bemalol kelib savdosini qilsanglar bo'ladi. Mana bu tomondan ko'rinishi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yoqimiz koridor. 3-xona, 4-xona, 5-xona, 6-xona. Mana bu yoqni. Bu yoqimiz ham katta zal. Ko'rsatib o'tamiz. Uy narxini aytadigan bo'lsak, 6 sotik 6 xonaga narxi 80 ming AQSh dollari so'rashyapti. Yana o'tib kelishtirib beradigan joyi bor. Kelib ko'rib savdosini qilsanglar bo'ladi. Gaz, svet, suv hamma sharoiti bor. Shu joyimizdan Rohatgacha 16 kilometr. Qo'yliqqacha 23 kilometr atrofida. Aziz kuzatuvchilar, uy hali to'liq bitmagan, lekin bitgan xonalari bor u yoqda. Endi u yoqni ko'rsatmadik. O'zinglar tushunasizlar. O'zlari istiqomat qilishmoqda hozirgi paytda. Aziz kuzatuvchilar, bu yoqimiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar aziz kuzatuvchilar. Ekranga uy egasini telefon raqami qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib savdosini qilsanglar bo'ladi. Like, podpiska bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Rahmat hammaga.